Assalomu alaykum azizlar, omonmisizlar? Soatimiz xudo xolasa 22:13 bo'lishiga qaramay telefonlarimizni postga, telegramlarga joylanmayapmiz. Shuning uchun narxlarni birdaniga tanishtirib o'tishga harakat qilamiz. Samsung S23 Ultralarimiz bitta sim kartali, ikkita sim kartalilar $480 dan $550 S22 Ultralarimiz $390 dan $420 S21 Ultralarimiz $300 dan $340 S24 Pluslarimiz $480 dan $580 ikkita sim kartalilari ham bor. S23 Pluslarimiz $400 dan $415 var. 22 Pluslarimiz $270-290, 21 Pluslarimiz $240 dan koreyskilar, S24'larimiz koreykilari $440 dan, S23'larimiz $330 dan $375 bor. S22'larimiz hop $250 dan $310 koreyskiy yevroligiga qarab, S21'larimiz $180 dan $215 bor. iPhone'larga keladigan bo'lsa, 14 Max oqimiz 630, 13 Pro Max'larimiz 530, 550, 13 Pro'larimiz hop 430 dan $475 14 Pro'larimiz $550 dan $570 16 Pro'miz $910, 12 Pro'larimiz 310, 330, iPhone 14'imiz 400, iPhone 13'larimiz $340 dan $380, $400 bor. iPhone 12'miz bitta dona qolgan $280, iPhone 1'larimiz $230, $250 dan. Ayligi 6 5G'miz ozgina ishlaganni narxiga keladigan bo'lsa $330, A35'imiz $170, Note 14 256 taligi bor, holati go'zal, ozgina ishlangan, narxi 2.100.000 so'm. Note 13'imiz 1.700.000 so'm. Budjetliroq telefonlarimiz Redmi 13'imiz $100, Technospark'imiz $900.000 so'm. Yangi modellarimiz bor. Hop, $80 dan boshlab Xiaomi 14 mana $515 ozgina ishlangan telefonimiz. Shunaqa modellar. Samsunglarda yangi modellarimiz A06 dan A56 gacha. S24 Plus'imiz rабочий, sim kartali. So'raganlar uchun klaviaturali yangi telefonlarimiz bor. Agar Xitoy bo'lmadi, bizga ma'qul bo'lmayapti deydiganlar uchun original Nokia 5710 bilan 63 modellarimiz bor. 80-90 chiqadi. Kimga qanaqa xizmatlar kerak bo'lsa, xudo xolasa, aksessuarlar, chexollar, iPhone'larga original kabel, S25 Ultralarga chexollar, AirPods'lar, Rania plyonkalarimiz. Alla Madrid deyapti. Apparatda kesib tortib beramiz. Kimga qanaqa narsa kerak bo'lsa, aloqaga chiqinglar, inshaalloh narxlarni go'zal narxlarda qilib beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.